Bola tarbiyasi shunchalik muhimki, uning qanday bo'lishi ota-onaning xulq-atvoriga bog'liqdir. Hozir sanab o'tadigan salbiy xulq-atvorlarimiz asosan onalarga tegishli. Yuqori emotsional kayfiyat. O'ta vahimachi, qo'rqoq, xavotirga beriluvchi onalarning farzandlari asabiy va irodasiz bo'lib o'sadi. Kayfiyati beqaror bo'lgan onalarning farzandlari o'zlarini namoyon qila olmaydilar, o'zlariga past baho beradilar va depressiyaga moyil bo'ladilar. Oilada ustun bo'lishni xohlaydigan onalarning farzandlari tungi enurez, duduqlanish va asab kasalliklariga moyil bo'ladilar. O'ta tartibli yoki qaysar onalarning farzandlarida ijodiy fikrlash bo'lmaydi. Taqiqlarga uchrash natijasida bolada yomon odatlar, qo'l so'rish, tirnoq tishlash shakllanadi. Befarq yoki kayfiyati past onalarning farzandlari aqlan va jismonan rivojlanishdan orqada qolishadi. Agar ota bolaga g'amxo'r va mehribon bo'lsa, onaning bu kamchiliklari farzandlariga o'tmaydi. Ammo otalar ham bunday xulq buzilishlaridan mustasno emas. Xayr, salomat bo'ling.